Homilangiz qizmas, o'g'il ekan deb yozib bering, iltimos, deb yozib qoldilar bitta obunachim. Hozir sizga homilami jinsini hisoblatish uchun to'lov qilaman. Jinsi o'g'il emas, qiz ekan. Boya o'ziga borib bilib kelganman. Lekin erim o'g'il kutib yurganlari uchun, qiz xohlamayotganlari uchun qiz emas, o'g'il deb aytdi dedim. Menga ishonmasdan sizga hisoblatmoqchilar. To'lov qilganimizdan keyin, ma'lumotlarni berganimizdan keyin aniq qiz chiqadi. Iltimos, o'g'il ekan deb bering, deb iltimos qildilar. Lekin men bunaqa qila olmasligimni, men hozir aldasam, baba ertaga tug'ilganda bu sir ochilishini aytib ularga tushuntirdim. Lekin ular menga qancha pul so'rasangiz beraman. Pulingizni ortig'i bilan olasiz. Faqat qiz chiqqanda qiz deb emas, sizlarda o'g'il ekan deb yozib bersangiz bo'ldi, deb yana iltimos qildilar. Men yo'q deb turib oldim. Ozgina vaqtdan keyin to'lov qilib ma'lumotlarni yubordilar va men hisoblashni boshladim. Lekin hisob-kitobim bo'yicha qiz emas, o'g'il chiqdi. Qayta hisoblab, tekshirib ko'rdim, lekin natija o'zgarmadi. Va men ularga tabriklayman. Inshaalloh sizlarda o'g'il ekan. Avvalo Alloh 70-80% to'g'ri chiqadi deb yozvordim. Rahmat aytib xayrlashdilar. Ozginadan keyin opajon rahmat sizga menga yordam berganingiz uchun deb o'zlari yana yozdilar. Men ularga yolg'on gapirmaganligimni, meni hisob-kitobim bo'yicha ularda o'g'il chiqqanini va bu javob 70-80% hollarda to'g'ri bo'lishini, o'zicha adashgan bo'lishi mumkin dedim. Va oradan 3-4 oy o'tar-o'tmas yana o'sha profil egasidan xabar keldi. Tabriklang opajon, siz aytgandek o'g'illi bo'ldim. Inshaalloh sizga ham shunaqa shirin shakar o'g'il farzandlar bersin deb yozilgandi xabarda. Sizga ham qorningizdagi farzandingiz jinsi qiziq bo'lsa, Qalbimda Iman Polrabenko kanaliga yozishingiz mumkin. Agar sizda ishonch bo'lmasa, profilga o'tib, odsiflarni o'qib chiqing. Homilangiz jinsini bilish uchun kommentariyaga plyus belgisini qoldiring.